125 kvadrat metrlik kvartiramiz 4 xonali Samkosh tomonidan kvartiramiz chiqqan. Marhamat, obzorini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda kattagina o'zining mehmonxonasi, stol va mebellar qo'yib o'tilgan. Va mana bu yerda kirib kelish qismi, marhamat ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ham yumshoq mebellarni qo'yib o'tsa bo'ladi. Va mana bu yerda oshxonasida hamma jihozlar qo'yib o'tilgan. Bitta stol qo'yib bemalol ovqatlanish uchun zona qilib olsa bo'ladi. Mana bu yerda bitta xonasi. Ya'ni ikkinchi xona bo'lyapti bu yerda. Bolalar uchun yotoqxona qilsangiz bo'ladi. Kvartiramiz 5 qavatli novostroykaning 3-qavatda joylashgan. Mana bu yerda yana bitta xonasi. Marhamat. Bu yerda ham bolalar uchun yotoqxona, garderobniy shkaf va TV zona tashab o'tilgan. Bu yerda razdelniy sanuzellari bo'lyapti. Tamam, bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Hamma jihozlar qo'yib o'tilgan. Mana bu yerda kattalar uchun yotoqxona. Kvartiramiz 5 qavatli novostroykaning 3-qavatda joylashgan. Hamma xonalari teplopol bilan jihozlangan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 107 ming AQSh dollari va chiroyligina savdosi bor.